Qo'chqorchalar sotiladi. Bu Zolotoy nevaralari. Zolotoy qonida. O'skirdi nevaralari. 8-9 oylik. Bo'ylari o'lchamagan. Bunisi 1 avgustda nevarasi. Bu 10 oylik. Aprel'in 11'i. Faktizmen to'lgan nemesnesi videosini işimiz. Çirma 3,5. Assalomu alaykum ahli guruh, ahli jamoa. Ana bizani Davishga qo'chqorimizning o'g'li. Kitishga o'tdi bu qo'chqorimiz. Jomon. Mana shu qo'chqorimiz Batken degan qo'chqori primoy bolasi. Klichkasi Keles, yoshi kichishda. Ochishini ham ko'rsatamiz. Mana tishlari. Kichishda qo'chqorimiz. Bo'yi uruvinga 96, quloqlari 22 qo'chqorimiz. Kimga shu qiziq bo'lsa, shu qo'chqorimiz qo'y qoladan zot qidirib, qo'chqor qidirib yurganlarga sotiladi. Svetlari, oxirgi urfdagi svetlar. Qulog'i joylashishi, kallani yo'g'onliklariga e'tibor berasizlar. Mana keyin bo'yinni qalinligi, to'shli 1,5 qarich. Deydi mana 1,5 qarich. Eniga ham, oldiga ham qo'chqorimiz juda polvon. Kimga qiziq bo'lsa, shu qo'chqorni aloqaga chiqasizlar. Buni probnik bolasi bor. Bu ham juda go'zal tushgan. Buni ham qo'yib o'tamiz. Buni ham qog'ozlarga sotiladi. Kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqinglar. Qo'chqorimizni qo'y qolaman deganlar, qo'chqor qidirganlarga zo'r maslahatimiz. Bolasini ham birinchi bolani o'zini zo'r berdi. Xudo xolasa Davishga qo'chqor. Kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqinglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.
Yaltıroq bo'ladimi? Qobilmani qo'chqarchalar ushlab sho'tanoq ushlab ana qilolmadik. Qarang. Mana ikkita quloq uzun bor-ku, menga qarab turganlar, ular boyagi Bembini o'g'illari. Mana Gerakil qo'chqardi o'g'li mana bu. Mana. Bu shular, bularni dumbalari aylaman. Hozir o'tib olayım. Mana. Bembini o'g'li mana bittasi mana, dumbasi mana. Razrezli tikka dumba. Mana yonida Gerakildi dumbasi, Gerakil qo'chqardi. Bu Taysonda o'zim olgan Taysonda o'g'li bu. Sotilmaydi, o bilasiz-ku. Mana bu ikkinchisi mana, eng kichkinasi mana. Mana shu. Buni dumbasi mana, bu ham razrezli. Men tavsiya qilmoqchi bo'lganim, mana shu ikkita Bembini o'g'illari olsangiz bo'lar, quloqqa ishlayman dedingiz-ku. Mana bittasi, mana bittasi. Mana quloqlari. Ikkovini tanlang mana, az dumbasi mana bir joyda turadi mana. Bittasi tik dumba, bittasi gertak yotiqroq dumba. Ikkovi ham razrezi bor lekin. Mana. Mana shu ikkovi mana. Mana shu ikkovi. Bu boyagi Gerakil qo'chqardi o'g'li bu. Mana bu. Bu ham yaxshi sifatli narsa. Kasteklari ham hammasiniki normal, o'ziga yarasha mana. Videoda ko'rinib turibdi. Mana Gerakildi bolalari mana. Mana shu ikkovi mana. Mana shu. Mana bitta mana. Mana quloq. Mana bu ikkinchisi. Sizga tavsiya qilmoqchi bo'lgan, mana shu uzunroq. Hali yoshi yosh bulardan. Gavdasi ham normalda. Mana shu. Mana dumbalari ham ko'rinsin mana. Quloqlar qarang, quloq joylashuvlar mana ikkinchisi mana. Yonma-yon turibdi mana quloqlar. Mana shu ikkovi Gerakil uchovi. Hozir yana bitta Aryolda o'g'lini ushlab video qilaman hozir. Qizil. Karablevskiy liniya. O, teşlerini. İçine götürsen. Geçişini götür. Şey. Körünge yok. Böyle iki diş. Senin bu oyuncakla oynadı değil mi? Kestane. Biraz respon. Sen torkin oldu ya. Böyle.
Yaltırovlu da mı?